Yurtimizda so'nggi yillar davomida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yashil hududlarni kengaytirish, bog'lar barpo etish, daraxt ekish jarayonlari jadal davom etmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ekologiyamiz barqarorligini ta'minlash va havo sifatini yaxshilash. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, bir to'p katta chinor daraxti bir yil davomida o'zidan 100-120 kilogramm kislorod ishlab chiqaradi. Bu esa 12-15 kishiga yetadigan bir yillik toza havo degani. Bundan tashqari daraxtlar ildizlar orqali tuproqni mahkam ushlab turadi. Bu orqali sel va yer ko'chkilarining oldi olinadi. Birorta daraxt kesilsa, bu faqat daraxtning yo'q bo'lishi emas, balki butun ekomuvozanatning buzilishi demakdir. Eslatib o'tamiz, meni hech kim payqamaydi qabilida daraxtlarga zarar yetkazayotgan, ularni kesayotgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda qat'iy javobgarlik choralari belgilangan. Hozirgi kunda daraxtlarning noqonuniy kesilishi, o'zboshimchalik bilan ko'chirilishi, kundakov qilinishi, ularga shikast yetkazilishi yoki boshqa o'simliklarga shikast yetkazilishi oqibatida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 79-moddasining 1-qismi bilan fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan 50 baravarigacha jarima miqdori qo'llaniladi. Shuningdek, mansabdor shaxslarga 50 baravaridan 75 baravarigacha jarima jazosi tayinlanadi. Agar siz daraxtlarni noqonuniy kesish yoki ularga zarar yetkazish holatlariga duch kelsangiz, zudlik bilan ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, daraxtlarni asrash, ularni himoya qilish nafaqat barqaror ekologiya, balki o'zimiz uchun ham toza kelajak demakdir. Shunday ekan, keling, daraxt ekishni, uni parvarish qilishni bugundan boshlaylik.